Bitta 99% aloe vera gelidan 5 xil maska. Yuz uchun, ko'zdagi mayda ajinlar uchun, soch uchun, bo'yin uchun, qo'l uchun. Bunaqasi hali bo'lmagan. Yuz uchun oqartiruvchi maska 1 qoshiq aloe gelga bitta ampulada askorbinoviy kislota qo'shib yuzimizga suramiz. Ko'zdagini oqartiruvchi va oziqlantiruvchi patchi vapni diskning ustiga gelni surib, ustidan Ayvit kapsulasini tomizib olamiz. Soch ildizlarini oziqlantiruvchi va to'kilishini oldini oluvchi maska 1 qoshiq aloe gelga 1 qoshiq imbirni qo'shib aralashtirib soch ildiziga surtamiz. Bo'yinni yoshartiruvchi maska 1 qoshiq aloe gelga 1 qoshiq glitserinni qo'shib aralashtirib bo'ynimizga surib, strech plyonkasi bilan yopamiz. Qo'llarni yoshartiruvchi va oziqlantiruvchi maska 1 qoshiq aloe gelga 1 qoshiq bodom yog'ini qo'shib yaxshilab aralashtirib, qo'llarimizga surib 20 daqiqaga plyonka bilan yopamiz. Video foydali bo'lsa, videoni saqlab, dugonalaringizga yuborishni unutmang.